O'zbekiston Respublikasi Mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi kubogi uchun Shunqorlar harbiy sport o'yinlarining Xorazm viloyati bosqichi o'tkazildi. Unda viloyatning tuman shaharlaridagi umumta'lim maktablari va kasb-hunar ta'limi muassasalarida tahsil olayotgan o'quvchilar va talabalardan tashkil topgan 12 ta jamoa ishtirok etdi. 17 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan yoshlar 3 blokdan iborat sinovlardan o'tkazildi. Harbiy vatanparvarlik blokida jamoa a'zolarining O'zbekiston tarixiga doir bilimlari tekshirildi. Shuningdek, saf qo'shig'i va biz bir jamoamiz ko'rik-tanlovlari o'tkazildi. Harbiy amaliy ko'p kurash blokida jamoalar pnevmatik quroldan o'q otish, o'quv granatasini uzoqlikka uloqtirish va harbiylashtirilgan estafeta bo'yicha bellashdilar. Harbiylashtirilgan estafeta doirasida yoshlar AK-74 avtomatini qismlarga ajratish va yig'ish hamda gazga qarshi niqobni kiyib, belgilangan masofaga yugurish shartlarini bajardilar. Sport blokida ular duatlon, 100 metr masofaga yugurish va turnika tortilish bo'yicha kuch sinashdilar. Do'stona va murosasiz kechgan bahslarda Hazorasp tumani yoshlardan iborat Sulton Jaloliddin jamoasining qo'li baland kelib, birinchi o'rinni egalladi. Ushbu jamoa endi iyun oyida o'tkaziladigan o'yinlarning final bosqichida viloyat sha'nini himoya qiladi. Ikkinchi o'rin Xonqa tumanining vatanparvarlar jamoasiga, uchinchi o'rin esa Urganch shahrining Jaloliddin izdoshlari jamoasiga nasib etdi. Xorazm viloyatida bo'lib o'tgan Shunqorlar harbiy sport musobaqasiga Hazorasp tumanidan kelib qatnashdik. Respublikada qatnashish uchun yo'llanma berildi. Toshkentda ham faxrli birinchi o'rin olish uchun harakat qilamiz. Shunaqa musobaqalar ko'proq bo'lishini xohlab qolamiz. Vatanparvar tashkilotiga kattadan katta rahmat aytaman.